Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Xonadonlaringiz tinchmi? Boshlab olingan ishlardi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, men sizlarga yana individga bostirishda jarayonlarni 2-chi, 3-chi, 4-chi kunlikdagi holatni ko'rsatib boraman. Xudo xolasa o'zingizlar ham fikr xulosa qilib olasizlar. Xo'p, mana hurmatli birodarlar, mana shular hammasi yotgan 4 kunlik, 5 kunlik bo'ldi. Endi bularni yoniga mana shu holatda yana hasha qo'yib chiqish kerak bo'ladi mana. Mana hammasini oldiga hashalarni qo'yib chiqdik. Bir karra. Mana hammasida bor. Buni sababi hop 3-4 kun ichida u moslashib tedeni to'g'rilab olgandan keyin yana qo'shimcha hasha kerak bo'ladi. Yana ham yaxshilab o'rash uchun mana ko'rib turganlaringdek. Mana bu tortyapti mana o'ziga hashaydi. Joyini sifatini oshiradi bu, yana chiroyli qiladi. Keng qamrovdagi tuxumni olaveradi keyin yana bemalol chiroyli tartibga to'g'rilab oladi. Shu holatda yoniga qo'yib chiqsalaring bo'ldi. O'zlari rostlab tortib to'g'rilab olishadi o'zlari. Shu holatda tortib yaxshilab to'g'rilab oladi. Mana shunday, hurmatli do'stlar. Bu eng kerakli sizlarga tavsiyalarimizdan biri. Mana shunday, hurmatli do'stlar. Hop, kamerani yoriga borib taqib kelmadi-da, uzoqroqdan olyapman. Mana ko'tartirib. Mana shu holatda tuxumlar tagiga yana ham tekis qilib, ko'tarib, o'rab ko'tarib boraveradi. Buni juda ham foydali tomoni bor. Oxirigacha ko'rib, obuna bo'lib, kuchaytirib borsalaring, laklab bosib borsalaring, eng zo'r usulini bittasini ko'rsataman, o'rgataman. Endi o'tgani ko'p ochilish usullarini o'rgataman, xudo xolasa inshaalloh. Sababini, qoidalarini ko'rsatib qo'yaman. O'zlaringizdan mazza qilasizlar, xursand bo'lasizlar. E'tibor qilmagan ekanmiz deysizlar. Mana do'stlar, yangi hashaylarimizni qo'yib qo'yganimizning sababi mana natijasi mana. Shuni o'zlaringiz xulosa qilib olasizlar yana bir bor. Issiqlik daraja o'raladi, qonni o'zini o'raydi, tagida kengroq holat bo'ladi keyin. Tuxum aylantirishlari yaxshi bo'ladi, issiqlik darajasi normada zo'r turadi. Mana sog' bo'lasizlar, hurmatli do'stlar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishgungacha. Kommentariyaga qanday fikrlaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar shu haqida. Keyingisi bundan ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r usulini ko'rsatib beraman. Jo'ja qanday, indigotiga qancha kunlik ko'p tuxum olishini sizlarga qanaqa holatda qo'yish kerakligini ko'rsatib beraman. Sog' bo'lasiz yana bir bor, ishlaringizga omad. Yaxshi kunlarda ko'rishgungacha. Omon bo'linglar do'stlar. Borlaringga shukr ilohim. Hammalaringga shunaqangi o'zi oz bo'lsa-da, kichkina bo'lsa-da bizneslaring bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Kayfiyatlaring ko'tarilib, mazza qilib, shunaqa qilib yurasizlar. Sog' bo'linglar yana bir bor. Xayr, omon bo'linglar.